hozir biz отгрузка sливки bora, shetkatiga yuboramiz. Shunga har bir to'lgan mashinaning tsiklaridan sливкini olib, o'zimiz to'lisincha analizlar o'tkazamiz. Ham har bir analizni yozib, shundan o'tkazib bitirgach, dokumentlarni o'tkazishgina sливкini qo'yib yuboramiz. Mana bizning hozir sливкini olib kirdik. Soğuk kilish temperaturalarini ko'rdik, yozib qo'ydik. Hozir jaltamiz 20 gradusga qatida, ondan so'ng shirga tekshiramiz, kislotnostga tekshiramiz. So'ngan bilan endi plotnostga tekshiramiz, tig'izlikqa endi. So'ngan barısında ish natijalariga to'g'ri kelgan shartlar bilan o'sha gos nomerlarini to'g'ri keltirib tekshirib, o'zimiz endi o'sha sливкаларni yuboramiz, uzatamiz. Sütünü jovanlarga solib tekshiramiz, uni sirni kislota solib Меретта bizde millilitr. Atkam sütünün juristleri şöyle çıkıyoruz.